Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikka qiziq bo'ttirgan bahası bu jetnirak gilamlarimizdan ham olib keldik sizlar uchun. Hozir bir qator yayib obzor etib o'tamiz. Videoni boshlamasdan bir like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun foydali, manfaatli videolarni chiqarib boraveramiz. Bu azarimiz 3 metr 6 metrlik gilam. Palas emas, sifati zo'r, bemalol yuvib siqib ishlataverasiz. Her safarki videolarımızda 80 bin so'mdan qo'yar edik. Bu safar ko'proq qoldirganimizni hisobini bahasini 10 bin so'mga tushirdik, xudo xolasa. Bir kvadratini 70 bin so'mdan atib qo'ydik. 18 kvadrat 70 bin so'mga ko'paytirsak 1 million 260 bin so'm ishi bir katta gilamlarimiz. Chistin do'qilingan vash. Bu azlarimizni do'konimizga kelib turib, halol nasiya savdo olib ketsanglar bo'ladi. Misol uchun 1 million 260 ni 12 oyga bo'lamiz biza. Ayna 105 bin so'mdan to'lab yuraverasiz. Har oy o'zlarimizga klik etib o'tiraverasiz. Hech qanday oldindan to'lov bo'lmaydi. Oldindan pul oladigan bo'lsa olamiz, bo'lmasa yo'q. Yana Aziyadan g'olis Sakzavodniki etiketkalari bilan ko'rsatamiz. Bizning do'konimizga kelishda Liboy yer bilan solishtirib yuraverasiz. Naq pul taraflamam Liboy yer akran vaqtida bahosini o'tib beramiz. Nechunday vaqtida do'konimizda ko'rib tursak-ku, bir g'oli, ikki g'oli emas, assortiment ko'p. Hali do'konimizning ichi. Skladlarimizdan ham tovar ko'p. Bemalol ko'rib saylab olaverasiz. Bu azlarimiz keyin 3 metr 5 metrlik gilam. Sifati zo'r. Xolimizning nomi Arab. Buni o'zi olib birga odamlar biladi. Bemalol bu gilamlarimizdan yuvib siqib ishlataverasiz. Buni zo'r tarafi sochaqi bor, sifati zo'r. Oson, ya musuringlar rangi o'zgarib qoladigan g'ol emas. Bu azlarimizni o'zi olib birga odamlarimiz biladi. Her safar 120 bin so'mdan qo'yar edik. Xudo xolasa, bugungi videomizda sal bahosini o'zgarish etamiz. Kelaysiz, bo'shi, yaxshisi 100 bin so'mdan qo'yib beramiz sizlar uchun. Undan tashqari, uyingizni enini, bo'yini o'lchab kelsanglar, sizlar xaloga razmerlari topib beramiz. 4'a 6, 4'a 7, 4'a 8, 4'a 9. Men buni pulni aytib o'taman hozir. 1,5 million so'm turishi 12 ga bo'lamiz, ayna 125 bin so'mdan to'lab bu gilamimizni olib kelsanglar bo'ladi. Buni olish uchun pasport plastik oldu. Başka hech qanday qo'shimcha dokument kerakmaydi. Ya aytib o'tgan g'olimizni sochaq bor, yonboshida yana koja bor. Buni arzonni oldirdik. Ko'p odam arzonni so'radi. Arzonni oldirdik sizlar uchun. 3 metr 4 metrlik g'oli, har bir kvadrat 80 bin so'm. Yana bir aytamiz, masalan, do'konimizga kelishdan oldin uyingizni enini, bo'yini o'lchab kelsanglar, biza Liboy razmerda topib beraveramiz. Faqat yarım metr farqi bilan bo'ladi. 3,5 4, 3,5 5, 4'a 5, 4'a 6. Hozirgi men sizlarga hisoblab berib turganim shu gilamni hisoblab berdim. Chizim bo'ladi ekan. 960 bin so'm bo'ladi. G'olimizni tan narxi shu turishi. Sizlar buni 12 oy davomida nasiya olsanglar bo'ladi. Ayna 80 bin so'mdan tushadi ekan. Kredit bilan, boshqa do'konlar bilan bizning farqlarimiz, bizada aytib o'tgan summalarni o'zini bo'lib, qo'llaringizga grafik beramiz. Bu yerga ketgandan keyin boshqa baho o'zgarib qolmaydi. 960 ga savdolashdik-ku. Oyma-oy to'lasangiz ham 960 bin so'm pul oladi. Bu gilamlarimiz yana sochaq bor, koja bor, arzonni oldirdik, xudo xolasa. Yana zavodlari bilan Liboy yer bilan narxlarni solishtirib, bemalol oxirida do'konlarimizga kelaverasiz. Dastavka bo'yicha ham aytib o'tamiz. Hozirda do'konimizda odamlar, klientlarimiz ko'p. Uni bizlara do'konimizga kelib yurgan xaridorlarimizni o'zi biladi. Dastavka bo'yicha sal muammo bo'lib turibdi. Do'konimizga kelgandan keyin 5 million so'mdan ziyodroq xarid etsanglar, dastavka qilib beramiz. Dastavkamiz 3-4 kun ichida boradi. Shuni ham aytib o'taveraylik. Bu sifati yaxshiroq gilamlarimiz. Sochaqli, sifati zo'ri, yaxshisi. Bu azlarimiz ham Sakzavodni sifati zo'rroq gilamlari. Bu azlarimizni avval 150-160 bin so'mdan sotgan edik. Hozirgi kunda xudo xolasa sizlar uchun 120 ga tushirib qo'yibmiz. 3 metr 4 metrlik g'oli 120 bin so'mga ko'paytirsa, g'olimizni tan narxi kelib chiqadi. 1 million 440 bin so'm. Buni ham aytib o'tamiz. Shuni 12 ga bo'lib to'laysiz. 12 ga bo'lsanglar, oyina 120 bin so'mdan to'lab yuraverasiz ekan. Bizani yana bir aytib o'tamiz. Liboy do'konidan farqimiz
Liboy qalını savdalaşasızda, savdalaşqandan keyin şunu özünü 12'ye bölüp төлeymiz. Eldindən pul olsa alamız, pul yok bolsa gəlsəmiz 5-10 gündən keyin hem to'lov qilsanglar bo'laveradi. Buning variantidan bor. Bunda arqinga qarang vaqtida sifati yaxshiroq ko'rsatib boraveramiz. Qizilni premium kastoda ise sifati zo'ri, yaxshisi. Bu azlarimizni har bir kvadrati 200 ming so'mdan bo'ladi. Sifati arqinga nisbatan sal yaxshiroq. Zavodi Yek Sautniki yonboshida koja bor, sochaq bor. Bu azlarimizni kvadratini sizlar uchun 200 ming so'mdan qo'yganmiz. Bu qolimizdan Liboyer bilan solishtirib, so'rab surishtirib, bemalol oxirida dukanimizga kelib, nasiya savdo etib ketsanglar bo'ladi. Bu qolimizdan oyna 200 ming so'mdan to'lab olsanglar bo'ladi. Eng premium kastodagi qollari gilamlarimiz sifati zo'r. Bemalol yuvib siqib ishlataverasizlar, xudo xolasa sifatini o'zlarimiz javob beramiz. Sak zavodni 5 yulduz koja bor, sifati zo'r. Bu qolimizni har bir kvadrati Grassiya degan qolimiz 150 ming so'mdan. Bu azlarimizdan dukanimizga kelib turib, bemalol nasiya savdo orqali xarid etib ketsanglar bo'ladi. 15 kvadrat 150 ko'paytirasizlar. 2 million 250 ming so'm qolimizni tan narxi. Shuni o'zini eldan to'lovsiz 12 oya 187 ming so'mdan to'lab xarid etib ketaverasizlar. Video davomida aytib o'taveramiz. Aytganimizdan nechkini ko'rsanglar ham shuni o'zini bo'lib to'lasanglar bo'ladi, xudo xolasa. Mening variantlari ham bor. Undan tashqari dukanimizda barcha gilamlarni hozirgi kunda endi talab ko'p bo'lib turgan gilamlarni aytib turibmiz. Oqshom bir fura tovar keladi. Hammasi toza yangiliklarimiz hozircha. Hammasini razmerlar bor, xudo xolasa. Kime g'oli kerak bo'lsa, bemalol dukanimizga kelib xarid etib ketsa bo'ladi. Bundan bir 5-6 oy oldin Nosvetni reklama qildik, yollaringizda bo'lsa, yana cheti Nosvet. Bu azlarimizdan ham razmerlar qolmadi. Bir partiya yana olib keldik sizlar uchun. 3 metr 4 metrlik kvadrati 200 ming so'mdan. Bu azlarimizdan kelib turib, bemalol nasiya savdo orqali xarid etib ketsanglar bo'laveradi. Bularning kvadrati 200 ming so'mdan. Her safar o'zi 220-230 ming so'm etib chiqarar edik. Bu safar xudo xolasa ko'proq olganimizning hisobini zavod ham baholarni sal chegirma etib berdi. Sizlar uchun bahosini ham yana ham skidka turibmiz. Undan tashqari hammaga ma'qul bo'lib turgani, zo'r yoqib turgani nasiya savdo ham qilib beribmiz. Eng zo'ri, eng chiroylisi oyna 200 ming so'mdan. Masalan, Liboy xo'jalik, Liboy odam shu qolimizni olib biladi. Avvalgilardan 2 million, 3 million, 5 million yinglar shart emas, xudo xolasa. Dukanimizga kelib turib, bemalol nasiya savdo orqali olib ketsanglar ham bo'laveradi. ikki ming 2025 yilda hit bo'lib turgan Zilli degan gilam hamma biladi. Baholarni ham o'zi hamma yodlab qolgan. Bu azlarimizdan har bir kvadratini 150 ming so'mdan atib qo'yganmiz sizlar uchun. Zilli gilam desa o'zi biladi. Yana etiketkalari Zilli. Yonboshida koja bor. Qalinliklari ham yana qalin. Bu qolimizdan Liboyer bilan narxlarni solishtirib, eng oxirida dukanimizga kelib xarid etib ketsanglar bo'ladi. 3 metr 4 metrlik 12 kvadrat 100 ming so'mga ko'paytiringlar. Qolimizni tan narxi kelib chiqadi. 1 million 800 ming so'm. Shuni ham o'zini 12 oya bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Oyna 150 ming so'mdan to'lab dukanimizdan xarid etib ketsanglar bo'ladi. Aytganimizdek, Liboyer qarang vaqtida arzonroq so'rab, surishtirib, oxirida dukanimizga kelib xarid etib ketsanglar bo'ladi. Pasport plastik bilan kelasiz. Ko'ramiz, tekshiramiz. Nechkini olaman desanglar ham o'z narxini. Zilli qaranglar 150 ming so'm. Liboyer bilan baholarni so'rab surishtirib, oxirida kelib dukanimizga xarid etib ketsanglar bo'laveradi. Baholar ham o'ta go'zal, dimzo'r bahoda. Undan tashqari hammaga ma'qulona 12 oya bo'lib to'lasha 150-160 ming so'mdan neda bu oyna g'ol olib ketsang, vashim zo'r-ku. Hemening gilamlardan ham toza, hali bu yengli olib yotgandan e'tibor bermaysizlar. Nechunda toza furadan kelib turibdi. Hali yoyilib yengli olmagan g'ollar, hammasi toza asalib turgan g'ollar.
Evvelleri İranlı gelenleri 5 milyon 6 milyon son bop keterdi. Hazır o günde İranlı kollara ham arzonlab kaldım. Yine İran kaldı dedi ki yine İranski kaldı. Ucu bahaları düşüp kaldı. Evvelleri 4 milyon 5 milyon bolardı. Taşkent'e barıp ham savda etip alıp gelerdi adamla. Hazır o günde özlerimizde duruptu. Ondan taşkarı bakasına çekirme narxına çürük kopmuz 3 milyon son. Bu alımızın ten narxı her bir kvadratı 200 milyon son. İranlı kallarına mindi bemalol gelip turup nesiye savda arkalı alıp kessen ne oladı. Ayına bölemen deseyzem 3 milyon son mu mesela 12 aya bölsen ayına 250 bin sondan tölet turup İranlı gelenlerine alıp kessen ne oldu indi. Samarkand arak dursun İranlı gelenlerine karza verip başladık. Pullarından görtürsə çeşip getmedi. Fakat 3'e 4, 3'e 5 tane hesaplat tutmuz. Dükkanımıza gelsenler mesela üyünüzni razmerine qarab pullaram gelip çıkaveradi. Galı ullaysa pullaram ullayıp baraveradi da. Üyünü ölçep bemalol dükkanlarımıza geleverasizlar, xudo xolasa. Eminden gelenlerimizden amba sifatları zor. Bemalol yüz sıkıp işleteverasizlar. 2 milyon 400 bin son durusu. Ayına hesaplasanız 200 bin sondan tölep alıp getiverasizlar. Bundan taşkarı görsətəmiz, yayamız desek, asortimentlerimiz köp. Yine beyallarımızdan ham yine tavarlarımız, yine beyallarımızdan ham tavarlarımız köp. Bemalol dükkanımıza gelip durup hemmesini nesiye savdamı, naq bulamı alıp geçsenler boladı. Bahalar dım zor, dım arzan. Libo yere kıran vaxtında aytkanımız deyin, gepimize cevap veremiz. Bahalarını salıştırıp, sorab, sürüştürüp, ahırda gelip xaridat kessenler ham bola veradi. Sıfatları zor. Yine İranlı gelenlerden. Yine karanlı. Maşallah edin. Vapşimiz o. Bulardan ayına 300, 400, 500 bin sondan tölet durup xaridat keteverasizlar. Hiç kanın üstəmə faiz peyniyə minmidi xuda xalasa. Nə üçün nə vaxtında tavarlarımız yine köp. Bemalol özləriniz görüp yaqqanını xaridat keteverasizlar. Şu bilan videolarımızı tamamlayımız. Videolarımız yakı turgan bolsa like basınlar, kollab, kuvatlab, kommentariya özlərinizi, fikirlərinizi asıp kaldırınlar. Sizlere neçik kilanmadan alıp kep bereli, neçik zavutniki bolsun, şulanam yazı bersenler, xuda xalasa. Koldan yeniçe Liboy zavutunu girizip bilemiz. Güllerden mesela high-tech köprak gerek mi, klasik köprak gerek mi, neçikini xalasanlar, sizlerini aytkalarınıza karab, tavarlarını alıp gelip beraberimiz sizler için. Sağ olasınız, salamat olasınız.